Ana Dede Balan'ın 3. kısmında video geldik. Ona YouTube kanalı koydurmayaptı. 15 minutdan aşıp gitti dedi. Hazır onun işleşki ham bir azap. Karınlar onu sizge yapıp veremiz. Ve o yama haber oldu. Yama 15 minutdan geçti. 15 yarımlık bolgan 15 minut 40 minut. Biz YouTube açtı. Bizler 15 minutdan çok vaqt video qilib bilmaymiz ekan. Sizlarga hozir gaplab beraman. Ozanda turdik. Ozanda turganmiz. Va biz men maktabga ketganman. Maktabda menga birinchi soat matematika o'tganlar. Matematikadan men esa o'tib menga aytganlar. Senga ozroq dars ishlayotganda kutubxonada kitob o'qib uyga ketaverasan deganlar. Keyin men hammasini qilib qo'yganman va o'qib bo'lganimdan keyin uyga borganman. Uyda dadam menga sovg'alar qilish uchun telefon Ve zavodda ishlab yurganman. Keyin esa men zavodda ishlab ish haqlarimni olib bolamga telefon ve narsalarni olib berganman. Keyin esa olib bergandan keyin men yonga ovqat va narsalarni olib kelib men yonga kelgan. Men esa pivani ovqat deb yeb olgan. Pivani ovqat deb ichib olganman. Keyin esa dadam meni urmagan. Sen nimaga ichding deganlarida men uni ovqat deb qornim och edi, shunga yevordim deganman. U keyin xo'p degan. Keyin esa biz ichkarida o'tirganda dadam menga telefon olib bergan va ikkalamiz do'konga borganmiz. Do'konda esa biz narsalar olganmiz, kiyimlar olmoqchi bo'lib, lekin olmaganmiz. Uyga borgandan keyin dadasi ketib qolgan va men bitta qiz chaqirib u bilan gaplashganman. Qizim bo'lgan 14-qismdagi rivoyatlar uni keyin dadasi tutib qoladi. Men gaplashgandim va meni uradi. Men keyin qiz topganda qiz menga mana bunday dedi. Nega sizni uyingiz bunaqa bunday yashash bo'lmaydi-ku degan. Keyin men aytganmanda men xo'p bu yerda yashamayman, bu o'zim yashab gursayib seni endi chaqiraman deganman. Va keyin dadasi kelgan. Keyin esa men aytganman, men siz bilan yashamayman deb narsalarimni olib boshqa uyga borib ana shu yerda yashaganman. Keyin esa biz zavodda ikkalamiz yashayotganimizda ishlab qolganimizda bir-birimizni uchraganmiz. Ana shu yerda esa 15 minut vaqt bo'lib qolgan va endi uzr gaplab berdik. Shuncha qilganimiz shunchalik vaqt bo'lmasin. Do'stlar, ikkalamizga ham obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, iltimos. Do'stlar, bo'pti, keyingi qismgacha xayr. Davay, ketdi.